Siz talabamisiz? Yoki bitiruvchimisiz? Diplomingizni olib qayerda ishlashni bilmayapsizmi? Yoki bir qator biznes rejalaringiz bormi? Tadbirkorlik qilish uchun qator loyihalaringiz bormi? Mo'maygina daromad qilish istagidamisiz? Sizga moddiy jihatdan yordam kerakmi? Qo'llab-quvvatlav kerakmi? Bunda sizga Kelajakka qadam dasturi yordam beradi. Xo'sh, Kelajakka qadam dasturi o'zi nima? Undan kimlar foydalanadi? Yuring, sizga yordam beradigan joyni ko'rsataman. Assalomu alaykum. Talabalar uchun ajoyib imkoniyat bo'lgan Kelajakka qadam dasturi haqida bizga tushuntiring. Kelajakka qadam dasturi o'zi nima? Mana bu Kelajakka qadam dasturi bo'yicha kredit mahsulotlari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Bu kredit mahsulotlari 3 xil turdagi kredit mahsulotlari bor. Ya'ni o'zini o'zi band qilgan bitiruvchi kurs talabalari uchun 10 million so'mga 18 oy muddatga yillik 21% stavkada ajratiladi. Bu hech qanday ortiqcha vaqtlar, ortiqcha hujjatlar talab qilinmaydi. Bir pasport va o'zini o'zi band qilganlik guvohnomasi bilan ajratiladi. Ikkinchi turdagi bu kelajak uchun start loyihasi, ya'ni YATT yoki yuridik shaxs tashkil qilgan tadbirkorlar uchun faoliyatini kengaytirish yoki yangi tadbirkorlikka kirib kelayotgan bitiruvchi kurs talabalarimizni rag'batlantirish maqsadida davlatimiz tomonidan tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan mablag'lar jalb qilishdi. 80 million dollar. Mana shuni evaziga 18% dan qayta moliya stavkasi plus 4% da kreditlar ajralyapti va bu yerda ham qo'shimcha qilib aytib o'tirishim kerakki, oldingi kreditlardan farqli o'laroq hozir banklar kelib universitetlarga joyida hal qilish uchun prezidentimiz topshiriq berganlar, shu bo'yicha amalga oshiryapmiz. Endi keyingi loyihamiz 1 milliardgacha bo'ladi. Bu oldindan ishlab kelayotgan talabalarimiz tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish maqsadida yangi ish o'rinlari yaratish, o'zini talaba studentlarni yana ham ish bilan ta'minlash maqsadida ajratiladigan kreditlar hisoblanadi. Buni ham yillik foiz stavkasi 18% ga, muddati 7 yil muddatga va 2 yil imtiyoz davr bilan ajratiladi. Misol uchun Qarshi davlat universitetidan ham bir qator talabalar ushbu loyihadan foydalanishdi, ushbu Kelajakka qadam markazining ishtirokchilariga aylanishdi. Bu bilan aytmoqchi bo'lganim, ya'ni o'quv markazi tashkil qiladimi, milliy qadriyatlarni rivojlantirish uchun milliy liboslar tikadimi yoki poliz ekinlarini yetishtirish uchun qandaydir texnologiya, texnika ishlab chiqaradimi yoki laboratoriyalar tashkil qiladimi, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yoki oddiygina biznesni rivojlantirish, ilk qadam qo'yish uchun oddiy sartarosh xonadan ham daromad topish yo'llarini qidirishyapti. Ya'ni yoshlarimiz bugungi kunda kelajakka birinchi qadam, kelajak uchun start, ya'ni yorqin kelajak sari 3 ta produktlarimiz, mahsulotlarimiz bo'yicha bor imkoniyatlardan foydalangan holda kelib murojaat qilishyapti. Kelajakka qadam yoshlar bilan birgalikda boshlanadi. Mazkur markaz orqali universitet bitiruvchi talabalari o'z biznes g'oyalarini shakllantirish, uni puxta loyihalash va qulay moliyaviy sharoitlar asosida amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Jumladan kimyo-biologiya fakulteti bitiruvchisi Sevinch Nuriddinova kichik o'quv markazida ingliz tilidan yoshlarga saboq beradi. O'quv markazini jihozlash va kengaytirish uchun mablag' zarur. Sevinch imkoniyatdan foydalanib, Kelajakka qadam dasturi orqali 50 million so'm kredit oldi. Berilgan mablag'lar orqali o'z loyihasini rivojlantirishni ahd qilgan. San'atshunoslik fakulteti talabasi Jasmina Ergashovaga ham milliy liboslar sohasini kengaytirish mavzusidagi loyihasi uchun 50 million so'm kredit ajratildi. Ushbu mablag'lar bilan u keng tanlovda milliy liboslar savdosini yo'lga qo'yib, tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirmoqda. Shuningdek, bir qator talabalarning issiqxona mahsulotlarini yetishtirish, baliqchilik, parrandachilik va chorvachilikni yo'lga qo'yish, musiqa asboblarini ta'mirlash, marketing, xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha qator loyihalar uchun 10 million so'mdan kredit mablag'lari yo'naltirildi. Bir so'z bilan aytganda, Kelajakka qadam dasturi universitet yoshlarining kelajagini mustahkamlash, ularni kasbga yo'naltirish va o'z biznesini boshlashda katta ahamiyat kasb etmoqda.